Oqtoshda yangi qurilgan dacha yo'l yuzida. Bu yoq tarafimiz Garbati yo'li, bu yoq tarafimiz Oqtoshga chiqib ketaverish. Bu videoni Oqtoshdan joy qidirib yurganlarga tashab qo'yamiz. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Soyliq qishlog'i, Ziyokor ko'chasi 59-A uyda joylashgan. Fasadi 12 ga 34. Video qizartirmabsiz, qizartirib qo'ying. Endi uy ichiga o'tamiz. Qo'l uyimiz 2 qavatli, tashqariga 3 ta mashina, ichkariga 2 ta mashina bemalol sig'adi. Yonida yozgi oshxonamiz, barbekülar pishirib maza qilib oshna og'ayni do'stlar bilan o'tirsanglar bo'ladi. Bilin turibdi, yengiligi hali qozonda qora kuyasi ham yo'q. Yonda basseynimiz 11 ga 6 filtr mayo'liklar qilingan. Hali cho'milib ham ko'rmabdi egalari. Basseynimiz bolalar uchun ham, kattalar uchun ham mo'ljallangan. Hovlini, vidini qarang. Vidini bitta like bosib qo'ying. Binoyimiz 2 qavatli, birinchi, ikkinchi qavatda xoll. Xonalar soni 4 ta. Xollga qarang, qaytdagi variantda chiroyli dizaynda qilingan ekan. Buni dizayniga necha? Chiroyliligi bitta hashamatda berib turibdi. Bu tarafimizda oshxonamizni unaqa keng emas, to'g'ri, qishki variant. Yonda isitish tizimi, duh konturlarni ikkitalab qo'yishgan ekan. Oshxonadan chiqib, bu tarafimizda bitta yotoqxonamiz, spalni. Bu yoqda umumiy sanuzel. Shuncha dacha qurib, zimniy basseyn bilan saunasi yo'q ekan deysizmi? Albatta bor. Kirganimizda 3 ga 4 basseyni, to'g'ri, hali bitmagan, sovuq holatda turibdi. Bu yoq tarafimiz sauna uchun mo'ljallashgan ekan egalari. Yonda hojatxonamiz, umumiy sanuzelimiz. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Egalari shuncha qurilish qilib dam olishga ham ulgurishmabdi. Hamma xonalar to'pli pul qilingan. Mana tilladanmigina sheyxlarga o'xshab tilladan qilib qo'ygan egalari. Bu tarafimizda spalnimiz, yotoqxona keng, juda ham umumiy sanuzelimiz. Bu yoqda xollga hozir alohida to'xtalamiz. Detskiyimiz, lyustralarni qarang, chiroyliligini. Bolalar yotoqxonasida egalari bolalarni yaxshi ko'rsa kerak. Xollimiz shunaqa keng. Polini qarang, o'zida aksiz ko'rinar ekan. Bu yoqdan terrasaga chiqib ketsak bo'ladi. Bu yog'imizda yana bitta keng shunaqa spalni sanuzeli bor, yonda hali tugallanmagan. Hozir eng chiroyli joyiga keldik. Ko'ramiz. Ertalab uyqudan turib, issiq kofeni olib, terrasaga chiqib, bu tog'larni, manzarani ko'rsangiz, ancha asablaringiz tinchlanadi. Narxi keladigan bo'lsa, 160.900 dollar so'ralyapti. Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsanglar, kelishtirib beriladi.